Yo, WhatsApp nega bog'liq obunachi do'stlar, sizlar bilan yana men Zyroxcraft va bugungi videoroligimizda biz Minecraft Imperiya videomizning birinchi qismini olamiz. Sizlar like bosinglar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Qanimizdan videorolik boshlandi. Video boshlandi va bu yerda halitdan temir bor ekan. Biz ana bu daraxtni chopib, yomon jon ketdi. Biz bu daraxtni chopib kuchayib olamiz, Daraxt chopib, keyin daraxtdan kirka, yog'ochli kirkadan toshli kirka, toshli kirkadan temir va yana shunga o'xshagan ozgina resurslarni yig'ib olamiz va keyin imperiyamizni qurishni boshlaymiz. Miner jitel. Albatta bu imperiyaning shunga qo'shilgan mod. Yana temir. Hozir men hamma narsalarni olaman. Albatta bu yerda imperiya qishloqlar bor. O'sha qishloqlardan biz imperiya qurishimiz kerak. Sizlar like bosib qo'yinglar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bizda bitta kirka. Bundan esa bizga nechta tosh yetadi? Bo'ldi do'stlar, shuncha tosh yetadi bizga. Biz undan toshli kirka yasab, endi biz temirlarni olamiz. Tepada ham temir bor edi do'stlar, ularni ham olishimiz kerak. Ana bu yerda nima do'stlar, plyuscha turgan joyda nima bor ekan? Temirlar yana. Do'stlar, hozirchalik biz kuchayib olishimiz kerak. O'shaning uchun iloji boricha ko'proq temir resurslar olamiz. Ketdik do'stlar. Boya ko'rgan temirimizni olamiz. Albatta ko'mir ham kerak. Meni temirim. Tegimmi? Bonus chest ham bor ekan do'stlar. Biz bonus chestga qaramabmiz. Olamiz. Mana bu miner jitel. Zombi. Kelishini qaranglar. Voy isqir. Zombi bizni o'lib. Miner jitel qanday? Biz bu jitellardan astagina bularni olamiz hammasini. Do'stlar, sizlar like bosib kanalimizga obuna bo'linglar, chunki o'tgan video chiqqaniga ham 10 kun bo'libdi va albatta men yangi youtuberligimni bilib like bosishni unutmanglar, chunki men tezroq 50 ta obunachiga erishmoqchiman. Hozirda mening 6 ta obunachim bor. Temirlar ko'p joydan spam bo'libmiz. Qolgan temirlarni olmaymiz. Ana shu ko'rgan joyga boramiz. Ketdik do'stlar, biz o'sha joyga borib ko'ramiz. Hozir biz kartani ko'rsak, atrofimizda juda ko'p narsalar bor ekan. Ularga ham boramiz va biz imperiyamizni qayerdan qurishimizni topishimiz kerak. Imperiya qurishga joy qidirishimiz kerak, ya'ni
Oroldan spam bo'lmaganmiz deb o'ylayman. Yo'q, do'stlar. Reyderlar qarorgohi yo'q. Bu yoqqa kelish xato fikr do'stlar. Deymiz. Hozir pauza do'stlar. Do'stlar, endi hozir borishga qaror qildim. Olmozli qilishda ko'tarib olgan ekan. Yo'q, qiyol do'stlar. Sotuvchi ekan. Qiyol kirkani qaraydi do'stlar. Yo'q, pillajilar o'ldirib qo'y. Do'stlar, qanday kuchayib ularning oldiga qaytaman. Qishloqlarda bazasini topishimiz kerak biza. Bu yerda kuchayib rivojlansak bo'ladi. Qayerda qishloqlarning bazasi bor? Hozir shu atrofda qishloqlar ko'rgandim. Afsuski qishloqlar topolmayapman. Kuchuk, qanday? Yaxshimisan? Afsuski senga suyagim yo'q. Sen o'rgata olmayman. Pillajerlar dahshat kuchli do'stlar. Vashshi ularga teng kelib bo'lmaydi odam. Daraxtlar chopib olamiz va qishloqlar bazasini qidiramiz. Qishloqning bazasini topgandan keyin videoni yoqib yuboraman. Xullas do'stlar, men villagelar qishlog'ini topa olmadim. Ya'ni villagelarda qalasi desam bo'ladimi, qishlog'imi? Qo'ylar. What the fuck do'stlar? To'lib ketdi. Mendan to'lib ketdi. Hozirchalikka biz samonada albatta qishloq chiqish kerak. Ozgina bo'lsa ham daraxt olamiz. Albatta bu birinchi qism va men videoni shu joyda tugataman demayman, chunki hali biz topishimizga ishonaman, lekin topolmayapman. Villagelar qishloqmi, qalami? Pillagerlar qalasini ko'rdinglaringiz, obunachilar sizlar. Bu vashshi ko'rdinglaringiz. Bizga kerak emas narsalar. Mana kerak emas. Pat kerak emas. Ovqat, sabzi bor ekan, ovqatlanib olamiz. Ketdik do'stlar. Bunaqa animatsiyalarda menga Action Staff degan mod yordam bergan. Bu udar bir mod, dahshat resurs paktasi bo'ladi. Albatta biz hozir qayergadir joylashimiz kerak. Hali joylashmayman. Imperiya ko'tarishim kerak qayerdandir. O'zimning askarlarim, hamma narsadan bo'lish kerak. Hozir bir normal katta joy topa olmayapman. Ana bu nima do'stlar? Hozir borib ko'ramiz. Bu villagerlar qishlog'imi? Villagerlardiki. What the fuck do'stlar, bu villagerlardiki ekan. Ana villagerlardiki do'stlar. Ikkalasini topdim. Hammasi villagerlardiki bular. Yo'q. Do'stlar. Faqat villagerlardiki yo'q, ya'ni qishloqlardiki.
Yomma-yo. Yo. Bu nima otdi bular? Qoch. Qirolda o'tyaptimi? Nimada o'tyapti ular? O'lmasam bo'ldi men. Yarimta jon do'stlar, ovqat ham yo'q do'stlar. Qochish kerak. Vashshu kuchayib ketdi villagerlar. Ular qirol ushlab olgan adashmasam. Byak. Vo, keldi do'stlar. Do'stlar orqamdan kelyapti. What the fuck do'stlar, bular meni tinch qo'ymas ekan-ku. Ketdik do'stlar. Pastki portal ko'rdim. O'sha joyga boramiz. Tezroq bor. Tezroq borish kerak. Ular hali aqlni yutdi. Sovutlar yaxshi. Yaxshi do'stlar, sovutlar oldim, ya'ni kiyimlar. Ozgina biz chet ellik ishlatib, vaqtni o'zgartirib yuboramiz. Hozir chatga mana shu yerga joylashamiz va videoni tugataman. Hozir versakni qo'yamiz. Bitta dona sandiq yasab olishim kerak. Sandiq. Do'stlar, mana shu yerga joylashsak yaxshi bo'ladi. Yo, zombi. Asabku bu, what the fuck? Ikkita zombi bor do'stlar yana. Jonim to'lsa bo'ldi, bular bilan ursa bo'ladi. Smite bor ekan, mana shu bilan ursak. Bular bitta ursa ketkazadi do'stlar hozir. Yaxshi o'ldirib oldim. Xullas do'stlar, men mana shu joyda videoni tugataman. Sizlar like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Agar mana shu videoga mayli 10 ta obunachi bo'lsa, mana shu videodan keyin men albatta mana shuning davomini chiqaraman. Sizlar ko'proq like va ko'proq obuna bo'lsanglar, men videolar tez chiqarib boraman. Hammaga xayr, sizlar bilan Zyrox Craft bo'ldi. Bugun shu yerga joylashdik va Kingdom Imperiyani davom ettiramiz. Hammaga xayr, sog' salomat bo'ling.